Bugungi nazar. Do'st yig'latib aytadi, dushman kuldirib. Xalqimiz qaymoqish ichida. Yo'l ko'rsatadiganlar ko'p, boshlaydiganlar yo'q. So'zlaydiganlar ko'p, yetaklaydiganlar yo'q. O'qitadiganlar ko'p, tarbiyalaydiganlar yo'q. Hayajon bilan ish qildiganlar ko'p, aql hikmat bilan ish qildiganlar yo'q. Bilarmanlar ko'p, biladiganlar yo'q. Töhfə talışıvatqanlar ko'p, töhfəkarlar yo'q. Hünərvəllər ko'p, usta yo'q. Bağvəllər ko'p, meyve yo'q. Gruplar ko'p, jamoat yo'q. Təbliğ qılınıvatıdı, anlaydiganlar yo'q. Kitaplar haqsız tarqıtılıvatıdı, o'qiydiganlar yo'q. Gap ichadigan so'rinlarda odam ko'p, ma'rifat so'rinlarida odam yo'q. Yüz obro'yli kishilarning to'y to'kun, o'lim yetimlarida odam ko'p. G'iribning jinoz namozida, yetimning to'yida odam yo'q. Shuarimiz ulug', ruhiyatimiz quruq. Arimiz yaqin, ko'nglimiz yiroq. Bardi keldilar ko'p, mehr shafqat yo'q. Va'da ko'p, vafo yo'q. Shakilvozlik ko'p, samimiyat yo'q. Dasturxonlar mo'l, ruhiy uzuq yo'q. Qo'rsoqlar to'q, qalblar och. Iqtisodiy qiyinchiligimiz og'ir, isrofchilik ko'p. Vatanni ozod qilamiz deymiz-yu, nafsimizni ozod qilolmayotimiz. Har ish manfaatga bog'langan. Har kim o'z manfaati uchun oldirash. Boshliqlik og'ir, maslahat yo'q. Har kim o'z ishidan mamnun, hamda o'zi qilgan ishning eng to'g'ri ish ekanligini isbotlash uchun ovora. Manmanlik avj olmoqda. Canını pida qilishga rozimizki, manlikdan voz kechishga rozi emas. Arabcha xat o'qiy oladiganlar mulla, Uyg'urcha xat yoza oladiganlar ziyoli, tomg'a sir surkiy oladiganlar dilka, masjidda namoz o'qimaydiganlar taqvo, aldamchi kazzoblar taqvolik to'g'risida, pulga dum tushgan och ko'zlar sexiylik to'g'risida gap sotmoqda. Odam yaratmaydigan namaddonlar va o'zini bilmaydigan ahmoqlar ko'paymoqda. İlimning qadri yo'q, uchurvozlik bozor topmoqda. Olimning e'tibori yo'q, hamma odam bilarman, biladiganlar bilan bilmaydiganlarning farqi yo'q. Har kim o'z ishiga o'zi fatvo bermoqda. Halol harom har kimning o'z xohishiga bog'liq bo'lmoqda. Boshqalarni misqollaydiganlar ko'p, o'zini jinglab boqadiganlar yo'q. Boshqalarni qadrlaydiganlar ko'p, o'zini qadrlaydiganlar yo'q. Dunyodagi ishlarni biladiganlar ko'p, atrofidagi ishlarni biladiganlar yo'q. Qora kiyimliklarni kamsitadiganlar ko'p, yerim yalang'ochlarga gap qildiganlar yo'q. Diniy ta'lim tarbiya e'tiborsizlashtirilmoqda. Kishilar dindan yiroqlashmoqda. Psixika va zihniyat buzilmoqda. Ta'tib tafakkur avj olmoqda. Milliy ruh zaiflashmoqda. Axloq chiriklashmoqda. O'g'illarimiz uydan, qizlarimiz yo'ldan chiqmoqda. Taqvo aldamchilar bosh ko'tarmoqda. İnsanning aqli qabul qilolmaydigan ba'zi bir razil ishlar yuz bermoqda. Qiyofatda o'zgarish bor. Salla tashlanib, galas tuta qoldi. Yaktak tashlanib, kostyum kiyildi. Zihniyatda o'zgarish yo'q. Bir asr ilgariki jahil Ahmadning zihniyati bilan bugungi ziyoli Ahmadning zihniyatida hech bir o'zgarish yo'q. Fikrlarimiz bilan amallarimiz ziddiyatlik. Og'zimizda taqvo, o'zimiz laqva. Gap qildiganlar ko'p, ish qildiganlar yo'q. Qilolmaydigan ishlarga esilyapmiz. Qilolaydigan ishlar tashlanib qolmoqda. Qilolmaydigan ishlarni dabdabalik so'zlamak oson bo'lg'achqa, so'zlaydiganlar ko'p. Qilolaydigan ishlar badal talab qildigan bo'lg'achqa, qiladiganlar yo'q. Osmon qaraydiganlar ko'p, oldiga qaraydiganlar yo'q. Qo'rsiq ochqanga suv, sig'anga non sunilmoqda. Arzularimiz go'zal, umidsizlik ig'ir. Qaqshaydiganlar ko'p, dodil fikr qildiganlar yo'q. İnkarchilar ko'p, islohotchilar yo'q. Tarixni bildiganlar ko'p, saboq oldiganlar yo'q. Demak, bugun chet elda yashayotgan Sharq Turkistonliklar
ciddi bir islohotga muhtoj bo'lmoqda. Agar islohot elib berilmay, millatning ahvoli bugünkidek ketaversa, millatning kelgusidan so'z ochqili bo'lmaydi. Men millatimning bugungi ahvolidan ichim puchillayotgan bir inson bo'lish sifatim bilan millatning ichida ko'rinar ko'rinmas yuz berayotgan ba'zi bir salbiy ahvollarni qalamga oldim. Albatta ba'zi bir ijobiy ahvollarmi yo'q emas. Ammo millatni xorliqdan, vatanni mahkumlikdan qutuldira olmagan, hech bo'lmaganda vatan millatning kelgusi uchun ul hozirlanmagan ish harakatlarni qalamga olg'im kelmadi. Qarindoshlarimning to'g'ri tushunishini umid qilaman. Maqsadim millatning aybini ochmoqchi emas, millatni g'idiqlamoqchi. Agar millatning sarxillari kelgusi avlodlar uchun ozroq badal to'lash, millatdan voz kechib, millatning kelgusi uchun o'zini bag'ishlash irodasiga kelsa, millatning bugungi ahvolini o'zgartib, yaxshilikqa yuzlantirish tamoman mumkin bo'lib, agar shundoq qilinsa, millatning avlodlari ularni unutmaydi. Agar millatning sarxillari bugun yuz berayotgan ahvollarni ko'rsimi ko'rmasga selib, bilsimu bilmasga selib, yoki tutami yo'q uzrlar bilan o'zini bazlab, yoki qulay yo'lga kirib, tikandan qechib, paxtaga dastlab mengib, o'zlari mangan yo'ldan o'zlari mamnun bo'lib o'tib ketsa, tarix ularni hargiz kechirmaydi. Muhammad Amin Tarim 2024 yili Avgust